hamma 40 gradusda qoragan paytida man qanaqa qilib yuzlarimni bu darajada oqartirib, bu darajada bez makiyaj va hech narsa toshmagan qilish uchun nima ishlatganimni bo'lishmoqchiman. Birinchisi bu CeraVe. Yuzdagi har xil toshmalar, aknelar, qora tochkalarni shunaqa zo'r ketkazadi. При этом yuzdagi poralarni ham toraytiradi. Juda ham zo'r narsa. Men уже mana siqib ishlatib bo'lganman. Почти tugayapti, но juda ham mo'shta narsa ekan. Ikkinchisi bu sivorotka. O'zim men bundan ham ishlatganman. Bu byudjetniy varianti, lekin bu sal ikkita ishlatganingizda seziladi. Bunisi esa srazu seziladi. Tugash bilan bu ham почти menda ozgina qoldi. Buni vazifasi ikkalovi ham vitamin C yuzni oqartiradi va shunaqa oqartirib silliq qilib beradi va yuzingizda sepkalaringiz bo'lsa, yuzingizda aknida qolib ketgan toshmalar bo'lsa ham, o'shalarni ham ochartirib beradi. Tug'ruqdan keyin tushgan dog'larni ham ochartirib berishga ishlaydi mana bu. Yuzingizni shunaqa oppoq qilib beradi. Keyingisi esa SPF. SPF ga men mana shu ikkita SPF dan boshqa hech qaysi SPF ishlatmayman.